cho'ng tarafdan ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Chunki parlamentninkida mayli jumhuriyatchi bo'lsin, mayli demokratchilar bo'lsin, Xitoyga kelgan vaqtida hammasi tahdidlab bilish bu o'rtaqlish bo'ldi. Onundan keyin Trump efendim qanchalik Xi Jinpingni maqtagani bilan u qo'l ostiga cho'qim akiradigan adamlarning ichida yana oldinqisiga qaraydigan bo'lsak, mayli Nikki Haley xonim bo'lsin, mayli Mike Pompeo efendim bo'lsin, mayli John Bolton bo'lsin, hammasi Xitoyni dushman deb qaraydiganlar. Shuning menimcha garchi bu odamlar bunaqa kabinet kiramaydi. Hammasi bilan dushmanlik bo'ldi. Bu ajoyib bir alayda bir ahvol. O'zining muavin prezidentidan tortib, ikki Oq saroyning mudiri